Do'stlar, biz Andijon viloyati Marhamat tumanidagi Fayzli xonadonimizda asosiy fasad sokol qismlariga gipki kamerlarimizni to'liq yopishtirib, uy xonadon egalariga topshirdik. Ushbu xonadonimizni kvadratiga kelsak, gipki kamer yopishtirilgan joylari 63 kvadrat chiqdi do'stlar. 63 kvadratda 5 million so'mga barcha xizmatlar ichida bitkazib berdik. Gipki kamer usta xizmatlari, mayda-chuyda narsalar, kafennikli, malyarniy skotch, shubka, valik bilan barchasini o'zimizni hisobimizdan qildik. Faqat 5 million so'm berishdi do'stlar. Xonadon egalari faqatgina bizga yotoq joy, oziq-ovqat bilan ta'minlab, lesan arenda xizmatlarini berishdi do'stlar. Biz hozir O'zbekiston bo'ylab gipki kamer usta xizmati ichida 90 mingdan 110 ming so'mgacha devor holatiga qarab gipki kamerlarimizni yopishtirib kelyapmiz. Do'stlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi chiqib turgan raqamga murojaat qilishlari mumkin. Yanada to'liqroq ma'lumotni berib o'tamiz. Bizni gipki kamer ishlab chiqarish manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, eslatib o'tamiz. Ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizdan uzoqlashmaysizlar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Ushbu obyektda to'liq bitganlik to'g'risida video syomkamizni video oxiriga joylaganmiz. Yo'qsa o'zlaring baho berib, fikrlaring bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring.